إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik karindaşlarımız, bizniki bu qatımki dersimizge yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatımki dersimizniki asası mavzui iman qandaq kishida bo'ladi. Ya'ni qandaq kishi bo'ladi degan, ya'ni shu iymonninki shu kishiniki ya'ni qalbida bo'ladi. Ya'ni qandaq qalbda mana bu iymon bo'ladi. Mushuning ustida to'xtalamiz. Meni oldingi darslarimizda iymon degan nima? Undan keyin iymonning mohiyati, u qavla, men mushuning ustida to'xtalgan edik. Endi iymon ba kishiniki o'zi, mana uch tarafdan bo'lgan narsani o'z ichiga olish kerak. So'z, e'tiqod, amaliy tarafdan. Anadaki bu iymon haqiqiy iymon bo'ladi. Bu choniki o'zida bu odam shu buncha amal qilsa, Alloh taoloning Qur'oni Karimda mu'minlarga qilgan va'dasi qandaqki burunqi kishilarda bo'lgandek, yana hozirgi kishilardami yine bo'ladi deb o'tgan edik. Unda bo'lgandan keyin bu iymon insonninki, ya'ni bir ayol, mayli cho'ng, kichik, mana shu inson degan shu maxluqniki nada bo'ladi? Mana biz hozirgi mana shu darsimizdagi ustida to'xtalamiz. Endi iymonniki insonniki nerede bo'ladi degan vaqtdagi o'zida Alloh taolo insonniki har bir a'zosini qandoq ish qildiganlikqa, nima ish qildiganlikqa maxsus muayyan mana shu ishni qiladi deb bekitgan. Qandaqki insonniki mana o'pka, mana havo degan o'pkada bo'ladi. Mana yegan yemak, ichmak va ichgan suvlar odamniki oshqozonida bo'ladi. Shuningdek, undan boshqa mana tafakkur, mana tasavvur qilishdan iborat bo'lgan bu narsaniki o'zi insonniki miyangisida mana bo'ladi. Deganidek, mana har bir a'zoniki shu a'zoniki ishlaydigan, qiladigan va ikkinchi bir narsaniki turadigan bir alohidlik qilib Alloh cho yaratgan. Anda o'g'andan keyin insonniki qalbi. Bu yerda qalb deganlikda mana bu hissiy, moddiy bir qalb emas. Yani ma'naviy, ruhiy tarafdan bo'lgan bir qalb bor. Mana shu qalbniki o'zini Alloh taolo yaratgan vaqtdagi o'zida iymondan iborat bo'lgan. Bu haqiqat meni shu yerda bo'lsin, shu yerda turdi deb Alloh meni mushagicho, mushtaqcho yaratgan. Anda o'g'andan keyin insonniki vujudidagi bu qalb iymonniki turadigan joyi meni shu qalb bo'ladi. Agar shu iymonning o'zi qalbda bo'lmasa, bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Shuningdek, tasavvur, tafakkur va undan boshqa har qanday bir ishniki men o'rin oladigan joyi muayyan, mana bir yer bo'lgandek, shuningdek bu iymonning bu insonniki ruhiy, mana vujudidagi mushu qalbda mana o'rin oladi. Unda o'g'andan keyin shu iymonniki o'zini, mana haqiqiy iymon, mana shu Qur'oni Karim, hadisi Rasululloh o'ttirib qo'ygan men haqiqiy iymonniki o'ziniki men ash qalbimizda bo'lmasa shu bo'lmaydi. Unda o'g'andan keyin bu qalbniki, meni qalbniki shu iymonga zid keladigan narsaniki o'zidan xolis bo'lishi, pokiz bo'lishi, mana oppoqcho bo'lishi kerak. Andan bu iymonniki o'zi men u yerda vujudga keladi. Shu yerda o'rin oladi. Bo'lmasa u yerda iymon men u yerda olgan bilan undan boshqa bu qalbda boshqa bir narsa bo'lgan bo'lsa, u choniki o'zida bu iymonga mana o'zining ishini qildiradiganga, o'zining ishini ta'sir qildiradiganga kuchi yetmaydi. Unga mana u ishni qildirmaydi. Unda o'g'andan keyin biz mana shu darsning ustida bo'lamiz. Mana Alloh taolo mana shu zaminga qarasak, zaminniki o'zimi har xil sifatlardan muttasif bo'lib, shu orqali bu zaminda ya'ni o'sadigan narsa vujudga chiqadi. Shu zamindan eng yaxshi zamin, mesela toprak,
tuproqning o'zi har qanday bir tuproqni obdan mana ashundaq at zamin bo'lgan bo'lsa, u choniki o'zida bu zaminniki o'ziga, bu tuproqniki, bu to'pig'a masalan qon narsani solsak, u choniki o'zida bu tuproqdan shundaq narsa chiqadi. Endi u tuproqniki o'zi, mana u to'piniki o'zi obdan bo'lmay, ya'ni at rasmiy u tarixchilik qiladiganga va dehqonlarniki ziroatchilik qiladiganga mana obdan shu salohiyati bo'lmasa, u choniki o'zida u zamin at bo'lmabdi, azroq qum aralashib ketdi yoki shu aralashib ketdi yoki bo'lmaydi boshqa bir narsa bo'lib qolib, mana mushundoq bo'lib qolgan vaqtdagi o'zida u zamindan har qancha urug'niki obdini solsaqmi, u yerda mo'l usulchi bo'lmaydi. Shuni ona qanday bo'ladi? U zaminniki o'zida mana o't yosh va undan boshqa har xil narsa o'sib, shuni bilan iymon, ya'ni shu urug' deydi. Shu narsa o'zi ashad bo'lsa, qolgan narsa mana o'sib ketib yoki boshqa o'sib ketgan narsaga o'zi shu urug'dan mana uni hech qanday ishni qo'zmay, hatto uni o'ltirib o'tadi. Hech qanday mo'l usul bermaydi, g'oyat holatga kelib qo'ydi. Ya ojizlik qilib qo'ydi, ya shu urug'niki o'zi mo'l usul beradigan bunda bir qobiliyat, bunda bir iqtidorni amaldan qoldirib qo'ydi, yo ojizlashtirdi, atrofida o't yoshni o'sib, shu uni pat-pat eptomisa, u choniki o'zida bu terigan shu urug' ya bug'doy, ya qo'noq, ya guruch deganidek, mana mushu narsaniki o'zini u chon o'zida mo'l usul belgilashga qo'ymaydi. Endi unda bo'lgandan keyin insonniki qalbi mana mushunga o'xshaydi. Agar insonniki qalbi mushundoq pokiz, saf, mushundoq bo'lmasa, u choniki o'zida bu iymon bo'lgan bilan qolgan mana shirk, riba, shak, shuningdek hasad deganidek gunoh ma'siyatga mana uni intiladigan shahvatdan iborat bo'lgan mana bu narsaniki o'zi bu insonniki qalbida avjadib, mana shu o'rin olib ketgan vaqtda o'zida u iymonga amalchi, kuchchi bermaydi. Unga hech qanday bir o'ziniki kuchini ta'sir qilg'dak, mana u hech qanday bir amalni bermaydi. Bermagandan keyin u odam qarab baqsa mening iymonim bor deydi. Ammo yin bir tarafdan u odamniki mana qalbida boshqa bir narsa o'rin olgan. Asosi shu narsa o'rin olib bo'lgan. Uning bilan anadagi bu iymon o'ziniki rasmiy ta'sir kuchini ko'rsatmay, anadagi bu yerda qanday ish qilib chiqadi, yana aroq ichayotgan, yana yolg'on gap qilayotgan, yana va'dasi to'lmayotgan, yana Alloh buyurgan ibodatlarni, ya'ni namoz, zakat va hokazo ishlarni qilmayotgan mu'min musulmon deydi. Bunga qarta andagi zid ishlarni qilayotgan. Mana mushundoqcha bo'ldi demdi. Unda o'ldikin Alloh taolo bu iymonniki qalbiniki rasmiy saf bo'lishidan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki bir hadisi bor. Shu hadis mana kullu mavludun yuladu ala fitratil islam. Fabawahu yuhawidani aw yumajjisanihi aw yunasiranihi degan hadis. Har qanday bir tug'ilgan bola fitratil islomniki ustiga nima qildi? Tug'ildi. Ya'ni haqiqiy islom dinining, ya'ni iymonniki ustiga tug'ildi. Ya'ni tug'ilgan vaqtning o'zida oppoq tug'ildi. Ya'ni bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki hadisida Alloh taolo shunday deydiki, men bandalarimniki hammasini hunafa, ya'ni botil dindan, ya'ni ash islom diniga moyil bo'lgan oppoq, ya'ni xolis qilib mushtaqcha yaratdim. Yaratgandan keyin unidagi bulg'a shayton umumizlik u yerda qo'mondonlik qilib, mana ularniki ishlarini mana ashunda qavaladi. Uningdagi qandagi shayton uning ishi hammasi ega bo'ladi. Shuning bilan shayton anidagi bu shaytonlashgan insonlarniki o'zi men harom qilgan narsa halol qiladigan, men shirk keltirgan narsa buyuradigan, men mush ishini qiladi degan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki hadisi bor. Asli insonniki qalbi mana qandaqki o'zi tug'ilgan vaqt o'zida pokiz, mana ashunaq tug'ilgandek insonniki qalbimi shu tug'ilgan vaqt o'zida saf tug'iladi. Hech qanday bir narsa ya shirk yoki kufr yoki nifoq yoki fosiqlikdan iborat bo'lgan yoki shahvat, mana bu gunoh ma'siyatni meni yaxshi ko'rish deydigan bundaq bir narsa o inson asli yo'q. Yo'q, men mushundoq holat pokiz holatda tug'iladi. Tug'ilgandan keyin anadan keyin bular
atrofidagi bo'libmi oilasi, ota-onasi, oilasi, shuningdek jamiyatdagi insonlarniki ortishi bilan u odamniki bu qalbi anadekin u xato ishni qiladi, buni bilan oppoq bo'lgan, sap bo'lgan qalbniki o'zi, men sap bo'lgan qalbniki o'zi, u chaqdagi o'zida mana qorliq aylanib, u chaqda iymonniki kuchi bo'lgan, bu iymon u yerda o'zidagi kuchini ko'rsatmaydi. Ko'rsatmay anadekin bir tarafdan mana xato ishni qiladi, yana bir tarafdan u asli vujudida shunda iymon bo'lgandan keyin uni men mu'min, men musulmon deydi. Buni ular anadekin bu insonlarniki vujudida men Allohninki rasuli va'da qilgan, Qur'oni Karimda Alloh va'da qilgan mu'minlar qilgan bundoq va'da bu yerda amalga oshmaydi. Qarab baqsa, men namoz o'qimayotgan. Qarab baqsa, og'zi chiqqan gapniki o'zi yolg'on gap qilayotgan, bo'xton chaplayotgan, qari chaplayotgan, iftira meni aytayotgan. Ya'ni bo'xton meni qari chaplash orqali men mushundaq kishilarniki inovatini, obro'yini tuykayotgan. Buni ular anadagi bu ish qanday bo'ladi? Butun vujudidagi hammasi ishlar komil ketib, mu'minlik betaraf qilib, uniki shahvatdan iborat bo'lgan bu narsaga o'zi u qalbini qamallab, ondan keyin iymonniki ta'sir kuchini ojizlashtirib qo'ydi. O'chal o'zining kuchini men ko'rsatmaydi. Alloh taolo uni Qur'oni Karimda "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atalloha biqalbin salim." Mana qiyomat kunida hech qanday mal va ballari u bir insonga manfaat qilmaydi. U qiyomatda insonga u sot maydonining o'zidan Alloh sotgan vaqtning o'zida u insonga bu dunyoda topgan pul mollari, bu dunyoda qilib qolgan tuqqanlari, og'illari, balvoqilari hech manfaat qilmaydi, hech qanday ortira olmaydi. Faqat u choning o'zida foyda qilgan narsa nima bo'lsa, illa man atalloha biqalbin salim. Mana u odam Alloh taologa sog' salomat qalb bilan kelgan bo'lsa, lekin u odamga shu chan o'zida sog' bo'lgan, salomatlik bo'lgan, men oppoq bo'lgan, hech qanday bir shirk, nifoq, kufr, riyo, shahvatdan iborat bo'lgan, men bu narsadan xoli bo'lgan qalb bilan ashunda kelsa, lekin Alloh taolo u channing o'zida bu odamning u qalbini asos qilib, lekin buniga qutqizish yo'lini berdi deydimdi. Anda o andikin men bu oyatdagi o'zidiman. Ya'ni salom, sog'lom qalb, ya'ni sog' salomat qolgan qalb nimadan? Shirkdan. Mufassir ulamolarimiz salim degan musho yilqi labziniki o'zini nayt jiq tafsir qildi. Ya'ni qalbga u salom, sog'lom qalb deydi, shirkdan xoli, nifoqdan xoli, shahdan xoli, riyodan xoli, shahvatdan xoli deganidek havasdan o'ziniki nafsiga meni nima desa ko'nglim tatdi deb qilishdan iborat bo'lgan, meni shahvatga, meni maylush degan narsadan nima bo'lgan, meni bundan xoli bo'lgan mushundaq kishilarniki o'zi nima bo'ladi uchan o'zida, meni u odamniki qalbi salim bo'lgan bo'ladi. Shu channing o'zida anidekin bu insonniki meni u qalbi u channing o'zida foyda yo'q qiladi. Bo'lmasa foyda qilmaydi deydi. Shuningdek Alloh taolo ilayhi yasadu kalimut tayyib. Men Alloh taologa o'rlaydigan faqat narsa nima? Faqat Alloh taolo tarafga o'rlaydigan, ya'ni Alloh qabul qilgan men so'z bo'lgan bo'lsa kalimut tayyib. Pok so'zni qabul qiladi. Ammo u so'zniki riyo, shak, mena uning va shirik deganidek mushundaq narsa olishib qolgan, harom, mujda yolg'on, bo'xton bundoq bo'lgan so'zni Alloh cho'q qabul qilmaydi. Men u shu ya'ning o'zida cho'q qilib qoldi degan nima oyat bor. Unda o'g'adikin meni mushu oyat yuqorida deyilgan hadis men mushroga asosan iymonniki rasmi u odamniki qalbida, qandoq odamniki qalbida o'rin olganligi men bu yerda shu ma'lum. Unda o'g'adikin shu iymon hamma odam da'vo qiladi. Hamma odam mening iymonim bor deydi. İmanın yokken dese uçağınızı uğraşıda ülüp verdi. Ama kıvatka iş şu, imanın hakikati değil mi? O adamniki söz bilen, emeliyeti bilen, şu meniki badigen imanniki üzerine o adam emilleştirişte, emeliyetçi köstüş gerek. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir hadiste ya ki eser, el imanu ma vukira fil kalb. İman degen kalp doğrunu alıdı deydi.
Başka emas, iymonning asl o'rni qalb. Va saddaqahul amal. Şu o'rinda, şu qalbda o'rin olgan amalniki o'zini mana amaliyat tasdiq solsa, onidagi bu haqiqiy iymon bo'ladi deb men mushu mazmunda bir asar cho'p bor. Unda o'g'andikin iymonniki faqat o'rin oladigan yeri qalbi sog'lom bo'lishi kerak. Qalbi pokiz bo'lgan, qalbi sog'lom, unida shirk, riyo, mana hasad, mana islom dinini o'shkiradigan, dushman ko'radigan bundoq bir adovat, bundoq bir narsa bo'lmasligi kerak. Bu shubha. Shubha, undan boshqa shahvat. Men bu asas ikki narsa asas bo'ladi. Men bu narsadan xoli bo'lgan bir qalbchi bo'lish kerak. Onidiki bu odamlarniki vujudida iymon o'rin oladi. Ondikin iymon o'zining kuchini uyadi, u odamga ta'sir ko'rsatadi. Bo'lmasa, hozir nima uchun mana musulmonlar aytib, masalan, bizdagi Uyg'urlarniki nimasida 35 milyon atrofida mana musulmon Uyg'ur bor deymiz. Bu Uyg'ur musulmonlarning ahvoli hozir qarab baqing. Men musulmon deb turib, men mu'min deb turib, islom dinidagi shuar bo'lgan, shuarlarga qarshi, dinga qarshi, dinni himoya qilayotgan, dinni qo'g'dayotgan, dinni devatgan, dinniki qanday ekanligini namoyon qilib, uni meni ifodalaydigan shundoq narsaga o'sh. U narsa sat ko'radi, yaxlaydi, uni haqoratlaydi, kamsitadi. Bu nima kelib qoldi? Bu odam nima uchun iymon bor deb turib, bu iymon u odam uni uchun ko'rsamaydi. Nima uchun undoq bo'ladi? Chunki ularniki qalbida iymonim bor degan bilan şu imanğa aloqador bo'lgan ta'limot va uning boshqa islom dinimizdagi ta'limotiga bo'lgan mana bu odamniki ishonchi va tushunchasi shak. Ya'ni Alloh bor deydi, Alloh bir deydi, Alloh ko'rdi deydi. Alloh hamma narsa bilib turdi, xabardor bo'lib turdi. Xabardor bo'lib turdi. Alloh taolo o'lgandiki biz o Alloh bizni tirildirib mushu dunyoda qilgan har bir ishimizniki o'zidan Alloh hisob berdi deydigan iymon mushu. Men mushudaq deydi. Lekin deb qo'ygani bilan bu odam u narsaga rasmiy jing ishonmaydi. U ishonishi yo taqlidiy, yo doğrumuchilik yoki bo'lmaydi yuzaki bo'lib qoladi. U iymonning o'zi rasmiy ilmiy pok dilining ustiga tumoqlik. Tuğbağandaki şunun olan o adam, yeri men Müslüman deydi, birdem namaz okumayvatkan, birdem böhten çaplavatkan, birdem hakaret kavatkan, birdem kar çaplavatkan, birdem dinni mene desteklerine asas mene bu kösüp duruş arkalık yüzdeki şahsi menfaatiga dinnin namını mene setip payda avatkan. Men muşunda işlerini mukaddemiz, kürüvatimiz. Bir-birsini mene düşman kürüvatkan. Bir-birsini muşunda men öş kürüvatkan. Men Müslüman degan kişilerniki üzünü. Ama Müslüman bo'lmagan kişilerniki üzünü onu nayet yaxşı görüp gitip bağan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaike hum hayrul beriyye. Mene Allah şuna deydi ki iman etkan, yaxşı işini qilgan. Men muşu kişiler ula bütkül insaniyetin en yaxşı kişi dedi. Onda o anki insaniyetin meyli onun işi Yahudi olsun, Nasara olsun, meyli kanda bir insan olsun, şunun içindeki en yaxşı kişiler, benim mümin boğan, men Müslüman devatkan kişiler en yaxşı kişi dedi. Onda o anki yaxşı kişi olgandaki yaxşı nesneki yüzünü bir adam onu öşküremdi, onu düşman köremdi. Men ona nefretlenemdi, onu yehlemdi, onu karlamdı. Men öz oturusda bir-birsini karlaş, bir-birsiga böhtan çaplaş, bir-birsiga menim muşundaq iftira etishdan iborat bo'lgan men mushundaq ishni qilamdim. O'zidagi shaxsiy kichkina manfaati, shahvat, u shahvat qavm yo huquq, yo pul, o'zidagi kichkina shu narsani amalga oshiraman deb meni dinni qarib qo'ydigan ishlarni shu qiladi. Bu qanday ish? Bu qanday qilib bu musulmon degil bo'ladi? Men mushuni qarg'a vaqtdagi o'zida mana bu dinniki o'zi mushohadat ekilamdi. Meni mushunda haram ishlar qiladi. Hatto meni o'g'irlik qilayotgan, zina qilayotgan, meni er ayol o'ttirsida munosabatda
İslam dinimiz yol koygan nikahdan ibaret olan bu işini kılmay. Başka mene onu koyup yüzdeki erkilliğin meniki de, mene yüzdeki erkilliği de yüzdeki şehvetini, mene cinsi şehvet, köz şehveti, tutuş şehveti, diğerleri mene şunundan lezzet alıngan nesini, o nesini şundakçı kovatkan. Ama Kur'an-ı Kerim yani imançı onu tusuvatkan. Bu ne için undak oldu? Çünkü o Adem'niki imanın var diyen gepniki yüzü o Adem şehrinin üstüge toğuzulgan. O imanın var diyen İslam dinindeki hak ve doğru ikenliğinden ibaret olan bu hakikatini hiç kandak vaktin üzerinde ilmi pakit. Resmi o her kandak bir Adem'nin ve şunu da yüzünün yüz kanaat kalalaydıgan. Kalbinin resmi rahatlık. Tepip şu onunla resmi mutmain bolulgan bir delilniki üstüde bulmagan. Bulmagan bolgan diken şununla doğrap muş işlik kan bolgan diken yeni bir dem karsa mümin emezsek, Müslüman emezsek, yeni bir dem karsa bu adamımızın Müslümanda karapas namaz okutkan ve men Müslümanda vatkan, yeni bir dem karsa muşla işlik vatkan men muş işlerini çok kürvattimiz. Mene bu adamlarniki kalbiniki zade imanniki urun almaganlığı, o adamlarniki kalbiniki mene imandan ibaret olan bu hakikatniki mene uyaga yerleşmegenliğindeki yüzünü çok kürvattimiz. Asli imanni Allah Teala mene bu kalbini iman urun asun dep yaratkan şu nese. İmanın urun aldığı yeri insanlık vücududan kalp urun aldı. Kalpten başka yerde urunçu anmaydı. Çünkü insandaki kalbi bütün insandaki faaliyetin idare kılgan asası komandan. Mene şu kalp kandak olsa, mene o adamdaki emeliçi şundak oldu. Şunun da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani şunda diyen bir mezmun dedisi var. Ela inne bilin ki insanlıki kalbide, yani vücududa bir göç var. O göç kaçaniki yaxşı olsa, o adamdaki bütün işleri yaxşı oldu. Eğer o göçteki üzü mene buzulsa, mene o bütün emellerinin hemmesi buzuludu. O kavı ela vahiyel kalbun. Dikkat kanalındaki agavuluna men o nesneki üzü insandaki kalbi diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nimesi var, edisi var. Men bu şey edisi kasasen bir adamdaki kalbindeki üzüneki mene buzuluşu bu adamdaki şu kıvatkan aş faaliyetindeki buzuk buluşu şu. Yani o adam yalgan gap buludu, vədisi tutulmaydı, xalqның haqqını yivalıdı, böhtan çaplaydı, karı çaplaydı, yalgan gap buludu. Men muşu nesniki üzü bildirdi ki o adamdaki kalbi buzuluptu. O adamdaki vücudda kalbide iman urun anmaptı. Yani yüz çoğu urun açı anmaptı. Tu diğerlik çoğu buludu. Bir adam karı baksak, men o davamlılık yaxşı iş kılıdı iken, mene vədisi turudu. Diyen gepini yüzde emel çok kalıdı. O gaybe şikayet kılmaydı. Xahne hakaretlemeydi. Karı çaplamaydı. Mene gep tuşumaydı. İttifaksızlık zit olan iş hareketlerini kılmaydı. Mene muşrun karab, mene aş adam aşındak bolsa, yine kandak yerde, hakikat tarafta olsa şu tarafta boludu. O adam mene Allah'ınki dinini üstün kılmaysa pütkül vücudu, mal mülkini o adam berdi. Cihat meydanı tuturdu. Devamlı İslam dinimindeki âli buluş için yüzdeki vücudu, pul arkalık o adam küreş kılıdı. Benim muşluğu karab biz o adamdaki vücudu da cezmen urun bayıptı. Bu adamdaki kalbi sapken diğerlik nimkanımız o yerde bilimiz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ma ceale liraculin min kalbeyn fi jobi diyen ayet var. Allah Teala bir kişi için şu kişininki kosuğda iki tane kalp kımıdı deydi. Yani iki tane kalp degen ameliyatı bu gep. Bu ayetteki yanak düşüş sebebi başka. Ama şu ayette insanlıki kalbide urun alınған nərsə bir oludu. Her göz iki çok bulmaydı. Yani biz qarab baxsaq, her qandaq nərsiniki içi boş nərsin içige, her qandaq bir nərsi qoysaq, qa nərsini baş qoysaq, men o nərsə şu nərsini urun alıdı. Onu da ikinci nekegen nərsə o nərsiga nisbətən o qoşumçu oludu. Şunu da insanlıki kalbide eğer resmi pakiz, sap, ben ah olup
uniki o'rnida iymon o'rin olgan bo'lsa, uningdan keyingi qolgan, masalan, pulni yaxshi ko'rish, pul tepish va hokazo ishlarniki o'zi, boshqa ishlar ikkinchi o'rinda turadi. Mana shu iymonni deb u adab butkul vujudini, butkul borlig'ini ataydi. Shu yo'lda kelgan har qanday musibat, ichinishlik ahvol, qiyin qistoq hammasi u odamga lazzatchi tetiydi. Ammo u odamning qalbida mana bu iymondan iborat bo'lgan bu narsa o'rin olmay, u odamning qalbida ya puldan iborat bo'lgan bu narsa asos o'rin epdi. O'rin olgan bo'lsa, yoki huquq, yoki bo'lmaydi shuhrat, yoki bo'lmaydi mushundoq mana boshqa shahvat, mana jinsiy shahvat va undan boshqa narsa o'rin olgan bo'lsa, u narsa asos o'rin bo'ladi, qolgani ikkinchi o'rin turadi. Uni deb bu odam mana shu pulni topaman deb u odam o'zining hayotini berdi. Harom bilan kori yo'q, halol bilan kori yo'q, faqat pulni tepib birni ikki, ikkini to'rt qilsamlar bo'ldi. Harom bo'lamdi, halol bo'lamdi. Mana men to'g'ri yo'lda topamanmi, yo harom yo'lda topamanmi? Pul topsam bo'ladi. Pul tepish orqali men o'zimniki qalbidagi o'rin olgan, birinchi numurliq o'rin olgan narsaniki lazzatini men shundan hosil qilaman deydi. Bu odamga nisbatan shu pul birinchi o'rin turdi. Qolgan ayol kishi, undan boshqa narsaniki o'zi, mana bu narsa ikkinchi o'rinda turdi. Qolganda bo'lgan lazzatni, anida bo'lgan lazzatni topolmaydi. Ba'zi odamlar ayollik kishiga pek umroq, ayol kishi shahvat, jinsiy munosabat pek umroq bo'lgandiki mayli ayol, mana buniki qarshiligida pulini, melini, obro'yini, inovatini berdi. Bu odam hech qanday obro' bilan kori yo'q, halol harom bilan kori yo'q. U halol ayolimi, u harommi undan kori yo'q. Faqat o'ziniki shu shahvatini, nafsini bir 2 minut, bir qancha minut men xo'shal qilsam, bu eng lazzat, buniki oldiga o'tadigan bir lazzat yo'q deydi. Ya'ni ba'zi odamlar huquq umroq, obro'ga umroq, men mushida deb hamma narsa voz kechadi. Mayli bal vaqt olsa ikkinchi, u voz kechish emas, ikkinchi o'rinda yo uchinchi o'rin turdi. Ammo obro'y massiz kelgan vaqt o'zida u birinchi o'rin turib, uni bu vaqt kelgan vaqtning o'zida obro'y ko'tarilgan ish bo'lsa, xotin bal vaqtni topib, hamma tashlab pulini topib hamma beradi. Men obro'y topaman, xalqning oldida nima desa palon ekan deb qolsin deb men mushundaq qiladi. degan nima bu? Men ish bu mushtaqchi bo'ladi. Unda o'g'andikin Alloh taolaniki bu oyatni degan mazmunchi mushu. Unda o'g'andikin insonning qalbidan jazman bir narsa o'rin oladi. Shu narsa asos qolgan narsa unga bo'ysunadi, u ikkinchi o'rinda tushib turadi. U asos o'rin olgan narsaning o'zi u birinchi qo'mondan bo'ladi. Shuningdek, mana bu insonlarning qalbidan, mana qandoqligi bo'lmasin, shu insonning qalbi mana u iymon o'rin olgan vaqtning o'zidan buniki qarshilik kelgan har qanday musibat, xorlash, o'ltirish, qiynashning o'zi bu odamga nisbatan nihoyat lazzat tetiydi. Boshqa dunyoni ixtiyor qilib ketgan, hayot mushu dunyodan, yashash mushu dunyoda davatgan kishilarga nisbatan buningki turmushi, buning epvatgan ishiniki o'zini bu hayron qilib aql ko'tara olmaydi. Chunki bu iymon o'rin olgan kishilarning o'zidan buniki qarshilik kelgan har qanday qiyin qistoq, har qanday narsaniki o'zi bu odamga nisbatan boshqa odam shunda qiyin qistoq bo'lsa-mi, u odamga lazzat tuyuladi. Lazzat tuyulib davomli shuni bilib do'simi shu oldu men dinimni oliy qilaman, shu orqali meni dinni oliy qilib islom dinimizni meni vatanimni qutuldiraman, meni vatanimni ozod qilaman, xalqimni din bo'yicha ma'nodan holatga akelaman degan yo'lda mayli pul mol, obro' bilan kori yo'q, men mush sabab mush tarafda uchun ma'g'an bo'ladi. Oddiki bu odam o'ziniki ishini u chanizda g'albichi qila oladi. Ya'ni demak, iymonniki o'zi turadigan joy insonniki vujudida qalb bo'ladi. Qalbniki o'zi meni pokiz bo'lgan bo'lsa, sop bo'lgan bo'lsa, yuqorqi oyat hadisniki meni mush deyilgan, mushu hadis oyatga asosan u chan o'zida Qur'oni Karimda degan oyatniki meni ash mazmundagi iymon rasmiy u odamning vujudiga amaliyotda vujudga chiqadi. Bo'lmasa uchun u chan vujudga chiqmaydi. Endi vujud chiqmay, shu nari shak bo'lgan bu shak Aşındaq shak o'g'anlikdan u odamning tushunchasidan voy bu din degan mushundaq narsa ekan, undaq narsa ekan deb men mushundaqcha ishlarni u odam og'iz deyamizmi?
Lekin o adamniki qilayotgan ishniki o'zi iymon rasmiy o'rin elib, u iymonning o'zi ilmiy pokit, rasmiy dalilning ustiga o'zi rasmiy yüz qoyil bo'lib, rasmiy qanoat qilish shaklidagi iymon bo'lmaganligi uchun shuni bilan u odam qanday qiladi? Lekin dinimizdeki bütün ta'limotini hammasi shak qilib, namozni uchun o'qish bo'lsa, o'qin ishdan bo'lmaydi. Allah'ın barbar ekanligida Allah ko'rib turgan uni bir shak qiladi. Mana haqvoyat qilib bo'lmasa shu qog'a ishlarni qilib, men mushundoq qilishdan iborat bo'lgan insonlarning axloqi buzilishdan iborat bo'lgan. Mana Alloh taolaning Qur'oni Karimda mu'minlar qilgan mana bu va'zdagi amalga oshmasligini sababi-chi men mushu. Men mush sababchi shu. Anda o'g'andikin shu iymonniki, haqiqatiniki, mohiyatiniki amaliyotda vujud chiqishiniki yin bir sharti şu adamniki, qalbiniki, o'zniki rasmiy mana nima bo'lishi kerak? Pokiz, sapchu bo'lishi kerak. Buning uchun qanday qilamiz? Buning uchun buniki birdan bir davosi shu biz deyotgan iymonniki har bir ta'limoti ta Allah'niki bar birligini tatip en tövendeki faaliyetimiz, gündelik turmuşumuzki faaliyet, hareketimiz hemmisi resmi iman neme, ilmi delinin üstü toxtuş gerek. İlmi delinin üstü toxtuşu arkalık, anıdayken bu adam uçan üzüde andaki imanı çoğu uçan resmi toxtuya alaydı. Ve davalaşın üstü çoğu muşu. Yine bir taraftan, undak, aşındak bu adamdaki üzü, yine bir taraftan bununki davalaşındaki üzü, devamlı Kur'an-ı Kerim'in okuşu, kainatı tasavvur tefekkür kılışı, ölümlü tefekkür oylanışı, kabrini ziyaret kılışı, devamlı zikir tesbihini çok eğitip duruşu. Böyle Kur'an-ı Kerim, hadis-i Resulullah'ın ki tebliğ bayağı anlat duruşu çok gerek. Şu vaktin üzerinde anıdaki kalbini çırpıp getken, şek, şübhi, hased, körenmazlıktan ibaret olan bu ruhi kesel, bu afetten bu kalbimizi kutuldurup kalımız. Şununla o nasıl çıkartkendeki kalbimiz appak oludu. Onun dikin iman vücudumuz şu oruncu alıdı. Bomuz şu uçağınızda benim imanım var. Ben Müslüman deyip bir kaz Müslüman, yine bir taraf kaz kapırını kılığını kıvatkan muşta haleti bulup anıdikin Allah'ınki Kur'an'da kan versi emel şu aşmaydı. Bununla anıdikin bu şehrin üstüde oğandikin dinimizi şek kalıdı. Muşu dinin üzü İslam dinimiz Uygur milleti muşu dinga mene kirip kaptı. Şu sebepte biz muşundak mustamlık kaptık. Biz muşundak kiyin kaptık. Men muşundak kaptık deydiğen bu boğan şu parakendicilik, şu vayrançılık, şu kıyınçılık, şu sürgün, şu içinişlik ahvalındaki üzüne mene yüzüdü kömey onu din körüdüğen. Kur'an din körüdüğen men muşundak insanlar çok vücudu çıkıdı. Men muşu emdi. Ama İslam dinimiz hiç kandak vaktin üzüden bir adamniki aldıda har olun, izilin, mustemliki olun, o adamniki kulun, kul bulun demeydi. Men asas oturup koygan, mene Peygamberimiz'ninki sahabı olan, mene Kisra'nınki kaşığı bağan elçi olup, bağan şu elçiniki mene gipçü şu. Bizde Allah Teala mene zulmetten hakikatke nima qildi chiqadi. Bizni Allah Teala bendelerge kulçuluk buluştan ilahqa kulçuluk buluşqa tek Allah'a kulçuluk olup mene şu zatniki nimet ise men şu narsani qilishqa Allah buyurdu. Biz şu kişiler degan. Mene bu sahabeler men mushuna darajada tushunib ketgan. Buni ularniki tushunib şu yoldan her qanday qiyinchilik olsun, ko'zini qo'yib olsun, töpeki taşını koyup kıynap açtakçı, cicip açtak kısın. Bunu da dergiz yanmay. Yani şunun da devamlılık hareket kılıp aldığı besip, menip, kandak oldu andayken akıbette vel akıbetul muttakin. Yani akıbette yani şu muttaki olan kişilerinki, aşınınki sebebiden andaki galbiçi kolu geldi. Galbiçi kolu gelip andaki günümüzü gerçek İslam din hem kıyamet kişi devamlaşıyordu. Yani bu, uçağınızda bu dinimizdeki yüzeke olsa, o ilmi delinin üstücü bulmasa, kargularca, nadallık, cahillik, mene bu şekil dup kalsa, uçağındaki üzere bu iman o adamdaki kolu, vücudu, kalbi tutmaydı. Yine birisi, kalbindeki, imandaki en zıt olan neyse cahil, nadallık. Bununla iman beden bu cahillik ikisi demek o zıt. Çünkü iman demek ilim, ilmi demek.
ilim bilen şu nadarlık, cehalet ikisi bir-birisiga nima o zid. Anda oğandı ki cahillikka İslam dinimiz tüptü nima o karşı. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nima deydi o? İlim okuş ta büyüştün tatip gör kirgiçilik her bir adamın üstüge mene mesul burculuk mene vacip diye mezmunda nimeleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hediyesleri çoğu bak. Anda o andiken bu insanınki kalbininki resmi pakiz ikenligi, resmi sap ikenligi, o adamninki vücududa imanninki ba ikenliginiki bir qancha nimeleri var, belgeleri var ve alametleri var. Biz bunu qarab çok onun için bilimiz. Onunki birincisi, o adam devamlı haq tarafga nima bo'ladi? Mayl bo'ladi. Devamlı haq tarafga yuzlanadi. Devamlı Kur'an-ı Kerim nima debdi? Peygamber aleyhissalatu vesselam nima debdi? Deydigan mushundaq bir huy o adamda çok bo'ladi. Mana bu o adamniki vücudida ki iman kalbida o'rin olganligi, mana o adamniki kalbiniki resmi pokiz sap ekanligining nimasi bu? Bir alomati. Bu nimasi o? Belgisi. Ama kesel kalp, nifaq, pasiqdan iborat bo'lgan, chir bo'lgan, mana shak, chir bo'lgan, qalb bo'lgan kishilar bo'lgan bo'lsa, haq tarafga, Qur'oni Karim, hadis Rasululloh tarafiga cho'm mayil olmaydi. Uni yuzlanmaydi. Uni mana og'zi kelmaydi. U yerda cho'm to'g'ri kelmaydi. Mana shu kishilar bayaning o'zida uni to'g'ri kelmaydi. Uni sat ko'rdi, uni yoqlaydi. Bu kalbidagi kasal bo'lgan munofiq nifaqniki nimasi o alomati. Mana hozir ko'ryapmiz. Mana hozir bekatumay islom dinimizniki o'ziga qarshi turama ya Qur'on hadisniki o'ziga. Qur'on hadisini mana uni Qur'on hadisniki o'zini mana namoyon qilayotgan. Uniga vakil bo'lib, vakil xarakterlik uniki mana ifozi shakllantirish orqali uniga bir namuna bo'lish jihatda uniki simvoli shaklda bo'layotgan shu shuarlarga nima qiladi? Uni qarshi turadi. Yili hijobga qarshi turayotgan, yili ahli ilmga qarshi turayotgan, yili sodiq kishilarga qarshi turayotgan, yili mujohidlarni tillayotgan, yili mushundaq Ka'bani tillayotgan, yili Qur'oni Karim arab tilini tillayotgan, yili uni o'shtirayotgan mushunda ishlarni cho'q qiladi. Bu munofiq, bu mayli har qancha mayli Uyg'ur bo'lsin, musulmon bo'lsin, bu asli qalbida bo'lgan kasal. Bu adamniki qalbida rasmiy nifaq, o adamning qalbi rasmiy kasal, o adamniki qalbini rasmiy nifaqdan iborat bo'lgan shahvat, ajdaq havoyi havasdan iborat bo'lgan narsa chirmib olib, uniki ko'radigan, anglaydigan narsa davomli harom, davomli Allohning rasuli meni to'sib turgan narsa bo'lganligi uchun shunga buniki qalbi, meni bu insonlar islom dinimizdagi shuar bo'lgan aviyati deyilgan mushu narsaniki o'zi nima qiladi? O'sh ko'radi. Davamlı din hücum kılıdı, dini alim hücum kılıdı, yaxşı kişiler hücum kılıdı. Mene dinni dep, mene cihat kılıp, şunda şehit otkan, şu meydanı turuvatkan, kat götürüvatkan, müstahkem turuvatkan, men muşu kişilerge amalba bir yuçuk bir yani tep basa, men çoğun bir neresi tep bağandek, mene nemi kılıdı, onu uçu karşı durdu. Amal var şunu her usul bilen, yiziş arkalık, diyiş arkalık, mene her hıl usullar bilen onu uçu kemsizdi, karşı durdu, onu yahleydi, harlaydı. Bununki kalbide resmi nifaqniki şu alameti ki kalbi o adamniki vücuda urun amğanlık. Yani iman o adamniki kalbide urun amğanlıktan ibaret olan onunki ornağa şek, guman, şehvet, muşundaq narsaniki üzü, havayı heves, haset, köranmaslıktan ibaret olan narsa öz içik ağırlık sebebi şu boğan buludu. Hazır qarab baxıda bizdeki Uyghur cemiyetimizge, hazır chetlarda bo'layotgan ishlarniki mushu. Nima uchun Qur'on hadisni deyotgan ahli ilmi va undan boshqa turayotgan talibul ilmi, shuningdek mana hijoblangan ayollarimiz, mana dinni deb kurash qilayotgan haqiqiy mujohidlarimiz, mana tarixdan buyon o'tgan shunda katta olimimiz nima uchun hujum qiladi? Nima uchun uni xorlaydi? Nima uchun uni o'shko'rdi? Nima uchun uni yahlaydi? Nima uchun uni kamsitadi? Nima uchun jamiyatdan orib qolaymiz deydi? Nima uchun barliq
milletniki muşundaq echichiq ahvol qilib qolganini bulardan ko'rdi. Nima uchun o'zini ko'rmaydi? Chunki bularniki qalbi nifoq, fasik, shahvat, shak va havoyi havasdan iborat bo'lgan, men mushu narsa chirib olganlikdan ularniki vujudi meniki iymonim bodisimi ikkinchi, uchinchi o'rinda bo'lganligi uchun ularning qalbida meni shu shahvat, shak, mushuna hasad, ko'rolmaslik, chidamaslikdan iborat bo'lgan Allohning fazliga men mushuna narsa o'rin olib ketganligi uchun shu mushtaq cho'q qiladi. Bular hargiz haqqa moyil cho'q bo'lmaydi. Davomli o'ch oladi. Yana bir alomat qalbiniki sog'lom bo'lganliginiki, u odamniki vujudidan qalbida iymonniki rasmi o'ltirganligi, o'rin olganligi, rasmi u yerda yerlashganliginiki alomatiniki yin birsi, men u odamniki o'zi haqnichu yaxshi ko'rdi. Qalbi islom diniki ta'limotlarniki hammasiga umumizlikcha ichilib ketdi. Ajoyib rohatlanib Qur'on, hadis shu orqali degan ta'limot kelsa, u ichidan yayrab Qur'onni anglag'isi kelib, hadis Rasulullohni anglag'isi kelib, shu mazmundagi diniy tarafga bo'lgan, meni haqni deyotgan, shu haqni kurash qilayotgan haqni deb qilayotgan kishilarni ichidan yaxshi ko'radigan, meni shu tarafdan shu bo'ladi. Bu to'g'rida Alloh taolo meni Qur'oni Karimda bu to'g'riliq bor, ammo qalbi kasal bo'lgan kishilar uchun islom dinimizniki bu haq tarafga bo'lgan tarafi bo'lgan bo'lsa, uni yaxshi ko'rmaydi. Davomli sat ko'radi. İslam dininin ta'limotini anlasa, uniki qalbi davomli ichidan shundoq siqiladi. U yerda tura olmaydi. U yerda hech qanday bir narsa qilolmay chiriga, axloqiga hamma narsaga chiqib, u yerda bir narsa ichki bir narsa kirib qolgandek shundoq bearamchi bo'ladi. Bu kimning alomati bu? Nifoq, munofiq, qalbi kasal bir tarafdan rasmiy kofirning cho'p ishemdi. Chunki qalbi kasal deganlikning o'zi qalbi nifoq bo'lsa, o'chanizda men kofirdirman, eng nima u xatar. Shu xatar bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda innal munofiqina fid-darkil asfal. Munofiqlar do'zaxniki eng to'van tarafiga shu kirdi degan nima oyat bor. Chunki bu munofiq, bu nifoq uniki qalbingizni chirmib olgandan keyin shuning bilan bir tarafda qarsa og'izda men musulmon deb, meni musulmonlarniki qilig'ini qilib, namoz o'qib, kiyim kechakli musulmondek qiladi, ammo amal topsa dinimizga ikki tarafda ziyonkashlik shu qiladi. Kamsitadi. Meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamondagi munofiqlarni ashtaqdi. Ular namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jihodga chiqdi. Meni masjid chiqdi. Qanday qildi? Amal ba Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kichkina kamchilik, yani inson bo'lgandagi ba'zi tarafda kamchilik hozir yo'q. Sabildin, dinimizden, muşunda birine şunda tep basa, şu yerden dep piti pasat kozgap, Müslümanlarınki şevkitini, kudretini, küçünü kemsizdiğen, onu hakaretlediğen işlerini şu ulu çok kılıttı. Şu vaktin üzerinde münafıklar aş işini kılıttı. Şu münafık, şu Peygamber Sallallahu aş Kur'an'ın düşkelliğini mene aşağıda şu köy körüttü. Hem o Peygamber Sallallahu yüzünü şu anlayıtı köygen. Şundaq durgun şu münafık aştaqdı. Günümüzdeki münafıklımış şu. Günümüzdeki münafıklığı aşında Kur'an-ı Kerim, hadisi Resulullah kelgan vaqt yaxshi ko'rmaydi. Mana onun için yahlaydi. Ona kar yok. Onu ikkinchi silib, uchinchi silib o'rni uchun muomala qiladi. Mana bu ularniki qalbiniki kasal ekanligi, maraz ekanligi, shu ularniki qalbiniki rasmiy mana u mikrob ularniki qalbiga o'rin olganligi, ularniki mikrob o'rin olib, ularniki qalbi rasmiy rak holati kelganligi, jazman ularniki davolash uchun ularniki qalbini rasmiy ib tashlab boshqalardan ish yo'q qilmas bo'lmaydigan holat kelgan. Ammo bu munofiqning o'zi endi tavba qilib uni o'qib qolsa, o'chan o'zida behavani emas. Lekin qalbiy kasal bo'lgan bu munofiqniki o'ziniki tavba qilib bu hidoyat tepishi nihoyat oz. Nihoyat oz. Chunki uniki qalbiga boshqa bir narsa, dindan iborat bo'lgan, iymondan iborat bo'lgan bu narsa o'rin olmay, uniki ikkinchi tarfi, yeni bir narsa o'rin olib, yo nifoq nima, ikkinchi narsaki, masalan, hasad, yo ko'rolmaslik, yo mol, yoki obro', yoki inovat, yoki o'shmanlik.
Allah Taala'nınki bergen mümin Müslümanlar bergen boğan nimeteden ula iç çidamay, onun da şunu da hasat kılıp muşu çidması körgen düşmanlık. Men muşu nesi çok bu endi. Mene bu doğrudan mene Allah Teala şuna deydi ki: "Feme yuridillahu en yehdiyahu yeşrah sadrahu lil İslam ve men yurid en yudillahu yec'alu sadrahu zayyikan haraca kennema yes'adu fis sema." diyen şu ayet var. Mene bu ayette Allah Teala şuna deydi ki: Allah Teala bir adamni hidayet kılışını irade kılsa, yani hak yolgan, iman o adamın kalbide resmi urun elip, mene bütkül azası da, bütkül vücudu da imandaki mene talimatı vücut çıksın diyen Allah irade kılsa, mene Allah bu adamdaki köksini, mene kalbine İslam dinine ne kılıdı, iç vatıdı. İslam dinini şeriyelep içip, İslam dininde ibaret olan bu talimatını o adam şunda kalbi içilgan diken İslam dinine, onun deki bu kalbi İslam dinindeki talimatını anlağa vakti üzere Kur'an, hadis, tilavet, zikir, tesbih ve tebliğden anlağa vakti şunda yayrap geldi. Onun için paytı çok alıdı. Nerede olsa onun için yaxşı gördü. Şu tarafta şu turdu, şu meydanda şu turdu. Ama bir kişi ki Allah onu azdırışını irade kılsa. Yani bu Allah Teala'nınki o kişinin azdırışını irade kılışın, Allah Teala onu köz vergen, akıl vergen, tefekkür vergen. Allah Teala bu iman ettiğini dedi. Mene onundan başkan, mene peygamber evetti kitap düşüydü. Muşunda kıptırılkın, bu adamlarınki üzü unuğa hidayet, yani iman et kul olmagan diken, Allah Teala ne kul demdi? Sen muşundan nesini behsem sen hakasın iman et kul olmagan diken, muşundak mene seninki aldığında tuşluk, Allah'ınki bar bir ikellikke, İslam dinimizdeki hak ikellikke, Muhammed Aleyhisselam peygamber ikellikke, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü ikellikke, muşunda neçi milyon, neçi trilyon, muşunda aldığında muşunda tuşluk delil boğandaki sen bunu unmağandaki ne mi kıl demdi? Hem ne mi kıldı? Yani bu Allah'ın azdırışı degen şu. Yani anda oğandaki şu takman hem bunu sen azdırmayız gereken sen hidayetçi tapmaydı sen dep Allah bunu muşunda azdırışını muşunda kan bolsa Allah bundak adamdaki köksünü zayyik kılıdı. Tar kılıdı. Harac, naat, zayyik, naat capatadığan, bir içinde tit doluduğan muşundakçı kıvadıdı. Bu adamdaki nemesini, kalbini. Şu adamın köksü şuna halet kıvadıdı. Şu adet kıvatkan diken o Kur'an-ı Kerim, hadis-i Resulullah'ın ibareti olan bu hak taraftaki olan talimat ve tebliğ, ahkam, ayet, tilavet, nes kerehini ve şu kişilerin kökse konudun, öz işçidin, aşı heracı olup şunda tar, onu çidiyamay kalbi işçidin, aşında işçidi bir ilan, çakkandek aşağıda tutup uyardı şu tumaydı. Kanda huludan dikin, kendime yessa'adu bissama. Goya ki bu adam, şu kalbindeki keserliği kanda huludu tarlıqda dise, bu adam asmağı örlügendek. Asmağı örlüge vaktin üzüdemine nefesliğin hava yok. Hava yok oğandikin uyardı adamdaki maddi, nefsi uyacağının üzerinde cismi uca sıkılıp geldi. İşte hasırap. Anda oğandaki bununki manevi, ruhi uçağının üzerinde haklik köygep, haklik anlap kal vaktin üzerinde, hak işlerini köygep vaktin üzerinde kandak oldu onun kalbi. Şundak ay hasırap turamay aşağı içişip aşındak çok kalıdı dep. Allah Teala kalbi kesel, kalbi nifakla oralgan, muşu şek bilen, guman bilen, muşu oralgan kişilerinki muşu keselden çırmıvagan, muşu kişilerinki ehvali çümene muşundak oldu dep. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kıldı? Bunu şu bayan kıldı. Anda o adı kalbide resmi urun ağallığındaki imanındaki alameti şu belgisi mene bu. Yine bununki belgisine ait edecek endi. Yine bir belge mene imandaki daveti ibaret olan bu davetke devamlılık ne kıldı? Makul deydi. Yani Kur'an-ı Kerim, hadis-i Resulullah ne dediyse o adam ben şu bunca emel kılımen dep öz işçidin yaş görüp şunu şu meyli hal ne dediyse meyli dep şu arkak onun için emelini şu kılıdı. Meyli o hakaretlisin, kemsizsin, bu müteessipkendisin, bu 100 yılının aldığındaki, 10 yılının, 10 esrindeki aldığındaki kılık desin. Bu adam bunu her gün pisan kılmay. Kur'an hadisi ne depti? Ben şu bunca ne kılmam bunu emel kılmam dep. Bu adam şunu tikço turdu. Onu da işkeden mıdak koyup mıdak hakaretlep koyup ya kemsiz mıdak koysa onu apırıp onu da yenip geldi. Onda işini çok kılmaydı. Eğer şunda işip kalgan olsa uçanın üzerinde bu adamdaki kalbide resmi imandaki urun ammagallığı.
u iymon u odamning qalbida yüz o'rin elib yıldız tatmaganliginiki nemisi o yerleşmeganligining alomati. İman yerleşken bo'lsa, o'rin olgan bo'lsa, mana ma o'qiylar fil qalbi degandek, u chani o'zi qanday bo'ladi? Qur'on, hadis nima degan bo'lsa, shuni ijobat qilib, mayli so'z orqali bo'lsin, amaliyati orqali bo'lsin, qalbi orqali bo'lsin, pul orqali bo'lsin, hurmat, mana obro'y orqali bo'lsin, inovati orqali bo'lsin, pul mollari orqali, balvoqalar orqali bo'lsin, hammani shuni nima qiladi? Amillashtirib, shuni islom dinimizniki chaqiriq ekan deb uni uchun amal qiladi. Mana bu iymonniki, mana bu nima? U odamniki qalbida rasmiy o'rin olganliginiki nimasi bo'lgan bo'ladi? U dalilichi bo'ladi. Mana bu to'g'rida mana Alloh taolaniki Qur'oni Karim bir qancha oyat bor. Biz bu oyatniki ustida bir oyatni o'qib shuni nima qildik? Eng birisi bu odamniki qalbida iman rasmiy o'rin olganliginiki eng bir belgisi davomli Alloh taolo u odamga bergan ne'matni davomli eslab turdi. Davomli eslaydi. Shu amal, shu ne'matniki eng cho'ng nima? Iman, islom din. Va undan boshqa davomli tafakkur qilib turdi. Davomli eslab turib, qandaqki kichkina bir xatolik, qandaqki kichkina bir qamlashmagan, ya kichkina gunoh chog'lik bir ish bo'lib qolgan hamon darhol eslabda uni darhol qo'lcha uzidi. Ikkinchi u ishni qilmaydi. Bu odamniki meni bu qilib shu odamniki vujudida iymonniki rasmiy o'rin olganligi, o'rin tutganligi, yildiz tatganligining nemisi o belgisi. Ammo u odam bir xato ishni qilib qo'ysa, u chan o'zida gunoh, harom ishni qilib qo'ysa, uni davomli qiladigan, davomli yolg'on gap qiladigan, davomli va'dasi tutmaydigan, ham bir ish ketib qilib qo'ysa, voy men xato qilib qo'ydim deb qizamay, yüz qizamay, yine davomli bo'xton chaplaydigan, qori chaplaydigan, iftiro qiladigan, mushundaq haqoratlaydigan, kamsitadigan, inovni to'kadigan, gap to'shaydigan, men mushundaq kishining haqqini yeb oladigan ishni davomli qilgan bo'lsa, u choniki o'zida bu odamning vujudida iymon rasmiy qalbda o'rin olmabdi deb nima qilamiz, buni bilamiz. Iymon rasmiy odamning qalbida o'rin olgan odam bo'lsa, hargiz bunday ishni cho'q qilmaydi. Darhallaki shunda bir akatim ağzı çıkan gapga shunda qildik deb amal qilamsa, yüz qizdirib darhol uni tövbe qilib ikkinchi qatim yine shunda ishning bo'lib qolishini oldin elib, darhol shu vaqtning o'zida amalchi degan gapga amal oshirishga harakat qiladi. Ikkinchi qatim u chani o'zida xalqning haqqini yeb oladigan, yolg'on gap qiladigan ishni hargiz qilmaydi. Qori chaplaydigan, bo'xton chaplaydigan, mana xalqning inovati to'kadigan, mana bundoq bir ishni hargiz qilmay darhol esiga oldiki, bu Allohning Rasuli harom qilsan, islom dinimiz buni uchun harom qilsan, men nima uchun bu ishni qilaman deb darhol bu shaytonning ishi ekan. Unda o'zi Alloh mujdaq gunohni o'tkazib qo'yib, men tavbaga ato qilsam, gunohimni kechirsin deb ikkinchi qatim bundoq bir ishni qilmaydi. Mana biz mushu ishni qilsak, u choniki o'zida nima bo'ladi? Bu odamning qalbida rasmiy iymon o'rin elib, joyini tepdi deganligini nima qilamiz? Bilimiz, bu bir nimasi, o bir alomat. Undan boshqa mana bu odamning qalbida iymonning rasmiy o'rin olganligining yana bir alomati, natijik ham shuna bo'lsa-mu, u odamning qalbi davomli nima o yumshoq. Undaq qarqosoq, undaq qattiq yurak, undaqchu emas. Mana davomli musulmonlarning qalbi, mo'minlarning qalbi davomli yumshoq bo'ladi. Davomli ishi bir-birisiga ichi og'rib turadi. Davomli yordamchi bo'ladi. Hech qanday vaqtning o'zida yuragi qattiq, undaq bir inson qalbidan chiqqan, uni ta'sirlanmaydigan undaq holatichi bo'lmaydi. Kofirchi, munofiq, ya'ni qalbida mushundaq iymon o'rin olmagan ashundaq kishilarniki o'zi qarab baqsak, uniki qalbi tashdimi qattiqki, shunda bir odam echinishlik holatda inqirovasa, yig'lavasa, ashunda ona kar yo'q. Hatto ikkinchi bir odam shunda jafo tatganlikdan, shunda azoblanganlikdan, shunda musibat yetganlikdan, shunda qiynashdan, men u go'yla u odam o'zi bundan huzur alomat oladi. Bu nima bu? Uniki qalbida rasmiy iymonniki bo'lmaganligini nimasi o alomati. Biz bunu qarab nima qilamiz? Buni bilamiz. Endi
Mu'minlarniki kalbiniki ruhama'u beynahum degan şu ayet var. Onun da başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mu'minlar öz otursida men nim boludu? Öz otursida davamlı bir-birisinden rahimdil boludu. Bir-birisi yaxshi ko'rishidi. Birisi mana nimini o'zi yaxshi ko'rgan bo'lsa, ikkinchi bir qarindoshiga uning uchun yaxshi ko'radi. Davomli qalbi ezilib turadi. Davomli yumshoq, mushundaq echinishlik, mushunda bir ahvollar yuz bersa, u odam u yerda tura olmay, ko'zini yosh chiqib ketadi. Mana u odamning dardini yo'q qilishga u odamni harakatchi qiladi. Mana bu islom dinimizdagi umumiy mana ta'limoti shu bu. Shuning uchun islom dinimizda hech qanday vaqtimizda tarixdan bir-birisini mana uçan o'zidan qatl am qiladigan, bir-birisi surgun qiladigan, bir-birisi zimindan haydaydigan, mana bir millatni bir millatni yo'q qilma deb assimilyatsiya qiladigan, qiynaydigan, uradigan, unda ishchi bu baqanchu emas. İslam dinimizde hattoki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam deydi, sizlar hayvonni o'ltirgan vaqtning o'zida uni uchun qiynamanglar. Shu qiynamanglar deyishniki nemisida, sizlar shu o'ltiradigan hayvonniki o'ziga o'ltirgan vaqtning o'zida sizlar shu pichoqni qaranglar, pichog'ini bilanglar. Shu hayvonni o'ltirgan vaqtning o'zida pichoqdan boshqa bisiq narsa, boshqa narsani o'ltirsangiz bo'lmaydi deb bu ta'limotni shu qo'yiqliq. Chunki u bir jon. Jon o'g'andiki boshqa narsa orqali uni urib yoki boshqa ish qilish orqali meni o'ltirgan vaqtning o'zida u qiynaladi. Bu qiynash qat'iy nima emas, u durust emas. Shunga islom dinimizda insonlarni ko'ydirib azoplash qat'iy durust emas. Bu harom. Bu islom dinimizda tarixda bunday ish shu baqqancha emas. Hozirgi kunimiz uchun hozirgi kunimizda insonlar bir odam birisini ashda qiynash, shundoq urib tillab haqoratlash qilish orqali huzur halovat aladigan mushundoq bir holat uchun kelib ketdi. Bu da qandaqmi bu? Bir tek men musulmon deydimdi. Men mu'min deydim. Ama kafirlik şunu akıllı bu hayvan hem de bular. Onun kalbi yok zaten. Hiç ağırdan bir neresi yok. Ben Müslüman deyip durup aşındak bana kıyırındaşlarını, ailesi kişilerini aşındak kıynap urup aşındak çok kılıdım. Bu katli nimemez o, duruşçu emez. Yine birisi gel, bana kalpte imanındaki resmi urun ağalığındaki yeni bir alameti muhim. Bu adam devamlı Kur'an-ı Kerim, hadisi Resulullah'a bana ergişini asas kılıdım. Mana Qur'on nima debdi? Payg'ambar alayhisalom nima debdi? Nimani buyuribdi? Nimani to'sibdi deb. Payg'ambar alayhisolatu vassalam sahihda, rasmiy sahihda ta'kidlangan bo'lsa, mana bu odamning ikki taraf qolmasdan uni ijro qilishga harakatchi qiladi. Mana bu u odamniki u vujudida iymon bor ekanligini nimasi alomati. Mana u belgisi. Ammo u iymoni yo'q, ya'ni qalbida o'rin olmagan yani toxtamagan kişilerniki alameti olsa, uçan üzerinde Kur'an'a emel kılıcı olmaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetki şu emel kılınmaydı. Onu kılınmay, vay yüzdeki akıl tepekkürü, ya ki benim ilim kalbiyetim var, ben cıhnazım bölümen de, yüzdeki heves, yüzdeki nefsige, havasıga ergişten ibaret olan, ikinci bir neslini yaxşı gördüğün işareti çok boludu. Mümin boğa adam, kalbide resmi iman urun ağan adam olsa bunda işini çok kılmaydı. Devamlık mene Kur'an, hadis, Resulullah neyme depti? Dep bir-birisi bilen muşundak vasiyet kılış, bir-birisi iyi çıkış, bir-birisi için doğru bir şekilde doğru yolu başlaş, mene muş işlerini çok kılıdı. Bu kalbide urun almayan kişiler olan olsa, uçanın üzeri şu bula, devamlık mene ola bir-birisi hata işki vasiyet kıldıgan. Mene Mana adam qo'shdi mandaq qo'ysak bo'ladi ekan. Man o'g'risak mandaq qilamiz. Yo chiqishsa mandaq qilamiz. Mana fohishvozi qilsa man deganida tajribani o'rgatish orqali o'ziniki shu mu'minlarniki jamiyatiniki o'zida mana yomon ishniki o'zini mana rivojlantirib, men osh ishga harakat cho'q qiladi. Ammo bu odam nima deydi? Men musulmon mu'min deydi. Men musulmon deydi. Harom ekanligini, hatto harom ekanini o'qib turib, mana uni yoki unda qilibdi, munda qilibdi deb yüzdeki bağırlığı bilen vay bu Kur'an hadis İslam dinimiz haram kıldı desimi unutmayın. Benim başka nersin deyiş arkalık bu şunda xahni teşvik kıldığı işler çok ban. Hatta şak up kalgan, men şak şübi olan nersin üzdümü, bu şübi olan nersin üzdü es saxlanış gerek. Benim bunu teşvik çok kılıdı. Mene demek muşu işki qarab o adamniki vücuduna resmi imanındaki urun ammağallığının nemisi o belgisi. Mene bir adamniki kalbiden
şu imanniki urun erişin, mana kalbide urun erişlik üzü, cezmen o adamning kalbi mana shakdan, gumondan, shahvatdan, havasdan, mana mushu hasaddan, mana mushundaq narsadan rasmiy xolischa xoli bo'lishi kerak. Ondan keyin u odamning vujudida mana Qur'oni Karim, hadisi Rasululloh degan iymonniki haqiqati bu yerga o'rlashgan bo'ladi. Ondan keyin bu iymon u odamniki vujudida rasmiy gullanib mana namoyon bo'ladi. Buning bilan ondan Alloh taoloniki shu mu'minlar qilgan shu va'dasi rasmiy amalga oshadi. Qandaqki burunqi ummatlarga, burunqi millatlarga amalga oshgandek, bu hozirgi millatlarga, bu kishilarga mushtaqchi amalga oshadi. Agar undaq bo'lmaydi ekan, bir qarsa mu'min, bir qarsa undaqchi emas. Undaq bo'lmaydi ekan, o'chani o'zi men mu'min deb haqancha vaqirab qismi o'chani o'zida bu ishchi amalga oshmaydi. Onun için oldu bilen biz özümüzdeki haqiqiy mu'min, mana taqvo bo'lishimiz uchun qalbimizni mana riyodin, shakdin, shubhidin, hasaddin, shahvasdin, shahvatdin, mana mushunda ko'ramaslikdan iborat bo'lgan men ruhiy kasal, mana qalbiy kasallikdan iborat bo'lgan Qur'oni Karim, hadis Rasululloh to'sgan harom bo'lgan narsalarni o'zidan men xolis qilishimiz kerak. Buniki davosi mana biz e'tiqod qilayotgan dinning o'zini rasmiy ilmiy dalilning ustiga rasmiy to'xtatib, uni kallamizni o'tkazib, aqlimizni o'tkazgan holatda bo'lish kerak. Iymonni tatib, ta sunnatkichilik amal bo'lgan hamma amalning o'zi rasmiy ilmiy dalilning ustiga to'xtalgan holatdagi mushundaq e'tiqodimiz bo'lishi kerak. Buning bilan qanday qilamiz, uni davolaymiz. Uni qalbimiz saf bo'ladi. Shuning bilan birlikda davomli Qur'oni Karimni o'qish, davomli zikr tasbih etish, davomli Qur'oni Karim, hadis Rasulullohni anglash, tabliq anglash, mana qabrni shu ziyorat qilish, o'lib ketgan odamlarni ziyorat qilish deganidek, mana buvatgan ichilishlik ahvollarni, undan boshqa payg'ambarlarning tarixini, sahobalarning tarixi, tabiinlarning tarixi, burun o'tgan shundoq mashhur kishilarniki, shundoq ibratlik tarixlarini davomli eslab, mana o'qib turishimiz, davomli bu shu orqali saboqcha erishimiz kerak. Buning bilan onadagi qalbimiz rasmiy o'chan o'zida sap, pokiz, oppoq bo'ladi. Onadagi iymon o'chan o'zi qalbimizga o'rinchi olgan bo'ladi. Bo'lmasa shu bekor. Alloh taolo hammamizni mana qalbimiz pok, sap bo'lgan haqiqiy taqvo, muttaqi kishilarning qatorida qilsin. Mana bizniki vujudimizda, qalbimizda iymon rasmiy o'rin olgan, yerlashgan, yıldız tatkan içidin. Mana ilmi iman. Hurapi iman emas, yani taklidi iman emas. İlmi iman. Yani ilmanning ta'limatning hammasi ilmning üstü qurilgan. Mana amaliyat uygun ilmning üstü qurilgan bir iman bo'lishga, imonga sahip bo'lishga ega chiqishgan, shu iman vujudimiz bo'lishga Alloh taolo nasib qilsin. Hammamizni haqning ustida davomlashtirishga, maydonimiz aniq mustahkam bo'lishga, shayton va shaytonlashgan insonlarniki har qanday qiliqlardan Alloh mana bizni saqlasin va dunyo va oxiratniki fitnasidan, qabrniki azobidan, shuning bilan birlikda mana qazo bo'lib qolishdan, shunday qiyin ahvollar qilishdan Alloh taolo mana hammamizni saqlasin va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.